Jahongir Otajonovning yaqinda bo'lib o'tgan konsertidan keyin yomon xabar tarqaldi va keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Yaqinda bo'lib o'tgan konsertida minglab muxlislar bilan uchrashgan, sahnaga qaytgan Jahongir Otajonov yana e'tibor markazida. Ammo bu safar quvonchli emas. Konsertidan atigi bir necha kun o'tib xonandaning qo'li singan, yuzi esa jarohatlangan. Ko'pchilik bu hodisani oddiy tasodif deb hisoblamoqda, lekin ijtimoiy tarmoqlarda boshqa gaplar yuribdi. Yuz tegdi deb yozmoqda minglab izohlar ostida muxlislar. Chunki Otajonov bu safar oldingilardan boshqacha kuchli hissiyot bilan chiqish qilgan edi. Unga bo'lgan muhabbat, xavotir va hatto nafrat bir vaqtning o'ziga portladi. Bu energiyaning kuchli xonandaga qanday aks etdi? Konsertdan keyin ro'y bergan baxtsiz hodisa haqida Otajonovning o'zi ijtimoiy tarmoqlarda qisqacha xabar berdi. Yaxshi niyat bilan chiqqan edim, lekin taqdirda boshqacha yozilgan ekan, duo qilinglar. Hozircha rasmiy bayonotlar kam, biroq ba'zilar buni nafaqat tasodif, balki sirli kuchlar yoki qasddan qilingan ta'sir deb ham talqin qilinmoqda. Ayniqsa uning siyosiy faoliyatidan voz kechib, sahnaga qaytganidan keyin bu hodisa sodir bo'lgani shubhalarni yanada kuchaytirmoqda. Bu shunchaki ko'z tegishmi yoki kuchli ko'z ostida qolgan san'atkorning og'riqli sinovimi? Qadrli tomoshabin, shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.